Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Balon nomli romani. Bu roman Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anlatildi. Xalay qizi Nayimaning 2 grim do'konining kirim chiqim, kuvana qoldiq, yangi qoldiq, do'kondagi mol selingan mablag' payda ham xodimlarning maoshlarigacha hisobot qilib 10 kun ichida oyoqlashtirgandan keyin Xalayning bosh vakolatchisi Xalayni bosh direktor, Shuhratayni muavin bosh direktor deb e'lon qildi. Faqat bosh buğaltırdan boshqalari burunqadaqlar o'z ishiga mas'ul bo'lib ishlayveradigan bo'lishdi. Bosh buğaltırning ba'zi xatoliklari bo'lganlikdan qoldirilgan edi. Xalay ishlarini bir qura yo'lga selib olgandan keyin ko'p kunlari Turdi Hasanni yo'qlash bilan o'tdi. U G'uljidan kelibla birinchi qatim uni ko'rgili bo'lgan vaqti Turdi Hasanni Eron daryo bo'yidan tutib ketganiga 44 kun bo'lgan bo'lsa-mu, Turdi Hasan Xalayni tasda tonigan edi. Ikkinchi, uchinchi qatimlarda xeyli oson toniganda qilib Xalayning chechini, bo'yinlarini hidlab kulib ketdi. Ammo Xalay 4-chi qatimda, ya'ni Turdi Hasan qo'lga elinib to'p-to'g'ri 70 kun bo'lganda, Xalay eridan qattiq umidsizlandi. Navbatchi xodim uningga: "Xalay xonim, eringiz chiqili zodili unimidi?" dedi. "Yiroqdan bo'lsa-mu ko'gili bo'larmi?" "Mumkin", dedi navbatchi xodim soatiga qarab. "Yana 40 minut saqlasangiz, mahbuslarni shamoldatqili qo'riga ochqimiz." Xalay turma boshqarish qo'rosidagi gullik atrofida birdam aylandi. U ko'nglida har xil ko'ngillik ishlarni o'yladi. Albatta, aqli hushi joyida odam o'zining burun qilib qo'ygan eski ishlaridan nomus qiladi. Erining ko'rishdan qochqanligi, balkim uning asliga kelayotganligi, shundaqla mengining normal xizmat iqtidorining yetilayotganligida. Bo'ptila, xazinasi o'tsa-mu, umu odam. Kunning seriqini ko'rsin. Quvvatlik taomlarni akilib bersam, vaqti-vaqtida kiyimlarini almashtirib tursam, balkim tatlı xiyallar bilan o'zini bezlayotgan Xalay xonim degan ovozdan cho'chib orqaga qaradi. Uni navbatchi xodim saqlab turadi. Ular bir qancha koridorlardan o'tib, ustidan tortib hamma yeri temir to'siq bilan qoplangan yerga chiqib qoldi. Temir to'siqning u tarafi keng qo'ri bo'lib, badan chiniqtiradigan har xil tantarbiya aslahalari bor edi. Mahbuslarning ba'zilari aptab isinib o'ltirsa, ba'zilari damka, shaxmat o'ynayotdi. Oz sandikilari qo'rini aylanib yurishadi. Ammo Turdi Hasan qo'lida kahrval tumar tutib, nimalarnidir deb voqirab yugurayotdi. Uni yugurayotdi degandan ko'ra, bir nimadan qo'rqib qechiyotdi degan tusiq edi. U tumar tutgan qo'lini egiz ko'tarib olgan bo'lib, nimalarnidir deb voqiraydi. Qochatdi, kimlardir uni urayotgandek qo'llarida beshini to'sib olib o'ltirib oladi. Qo'patdi, orqaga qarab yana qochatdi. Meni urmanglar. Yo'q, men emas. To'g'liq mening o'g'lim tursa, uni urdiramdim. Nemishqa o'ltirgizgidakman? Mas'ud, Faxrnisa, qo'linglardikini tashlab etinglar. Sizlarni men emas, heliqi potolkichi qichi. Nayima qizim ularga dang, meni urmasin. Umay, men sizni ishtirvatdimmi? Balam to'g'liq, ikkimiz birga ko'mir satayli. U dada dedi. Angladinglarmi? U dada dedi. Xalay temir to'siqqa yuzini yiqib, esadab bo'g'ilib, teliqib yig'lavatdi. Navbatchi xodim uning do'lisidan asta papilab sirtib chiqdi. Xalay xonim, bundan keyin tamoq akaman.
O'tganki tamoqlaringiz sesib ketib to'kib etdik, dedi navbatchi xodim. U baribir yemaydi. Uning tamoq yemaganiga bugun 6 kun bo'ldi. 6 kun? Bir amalini qilsanglar bo'lmamdi. Akirpagan tamoqlarni mijiqlab o'ynaydi yoki tomlag'i suvaydi. Ah xudo, qandaqmi qilaman? Boshqalar turma boshqarish idorasi bilan aloqalashyapti, dedi navbatchi xodim. Agar muzokaradan o'tib qolsa, 4-doktorxonaga yetkazmoqchi. Nima? Nervi kasalliklar doktorxonasiga? Xaloy ansirab qolgan edi. U yerda butunlay aqlidan ozgan saranglar bormish. Bu bir yavash odam. Bu Adliya nazorati ham turma boshqarish idorasidagi munosabatli rahbarlarning tasdiqidan o'tadigan gap. Navbatchi xodim Xaloyning ko'nglini yasadi. Agar yetkigan taqdirdimi mas'ul xodimlar bor. Turdi Hasandan ansirab qo'ygan putkinini bilmayli qolgan Xaloy kundi degidekla tomoq ham almashtiradigan kiyimlarni opiradigan bo'ldi. Ammo u turma xodimlaridan uning tomoq yemaganiga 11 kun bo'ldi, 13 kun bo'ldi degandek gaplarni anglab texmo jiddilashib ketdi. Turdi Hasanning tomoq yemaganiga 17 kun bo'lganda doktorlar uni 4-doktorxonaga emas, balki oilasiga yetkazdi. Chunki uning badani suvsizlanib, bütün ishki a'zolari normal harakat iqtidoridan qilish xavfi tug'ilgan edi. Turdi Hasanni uyda beqishga ruxsat qilinib 3-kuni tong saharliki orom oldi. U qo'lga elingan 3 oy ichida uningga biror kunmi osoyishlik bo'lmadi. U o'g'il farzand orzu qildi-yu, lekin o'g'li tug'liqqa qilgan o'shmanligi, dushmanligi, suiqasdi haddidan oshdi. Nozir ota deb qo'yganiga ichida senda ko'mirchining otisi bo'g'icha o'lib olaman a degan xo'rliq yundisiga qanoat qilmay, to'la ota deveme, odamning nomusini keltirib deb tug'liqni yuzidan yuziga haqorat qilgan edi. Bular yetmagandek qovuz degan yirtqich maxluqni kushkirtib urg'izdi. Agar Xaloyning yordami bo'lmagan bo'lsa, tug'liq allaqachon bir g'ulash yer tegida bir siqim to'piga aylangan bo'lardi. Uyiga ko'mir akirib bersa, qizi bilan 2 og'iz paranglashib qo'ysa, nimalarni qilmadi? Ham demadi? Hatta mahallaga keltirmaslik uchun o'z o'g'li bilan sodilashdi. Uning niyati shunchalik qarib ketdiki, hatta tug'liqni o'ltirib daryo bo'yiga ko'mitish degan aqlni shu o'gatdi. Onasi tosh ustiga tuqqandek, uning bag'ri yoshligidan boshlab qattiq edi. Mas'ud ham Faxrnisani yelimikir va zaharxandilik bilan u dunyoga to'ng'isiz qilib yo'lga soldi. Umaynimi shahvoniy nafsini qondirib bo'libla uni o'livilish girdobiga akib tashladi. Bo'libmi o'zi planlagan qotillik maydonida o'z o'g'lining o'limini ko'rdi. Shundaqdimi tug'liq uni dada deb chaqirdi. Bu Turdi Hasan uchun 7 do'zax azobidan battar og'ir azob bo'ldi. Mushundaq tasavvurga sig'maydigan vijdon azobi har qanday g'ururlik odamni shu kunila hayotdan voz kechishga yoki asabiylik talvilikidan qipyalang'ash talog'i chiqib ketishga majbur qiladi. Helimu do'zax malaikilari Turdi Hasanga himmat qo'llarini so'zdimi, bilmadik. U 3 oy yashayoladi. Ashu xo'rlanganlar, azob chekkanlar, yuraklari laxta qon bo'lganlar, yosh hayotidan bevaqt ayrilganlar
onunğa zadılı aramlıq bəmigən idi. Mana əmdi bir tınaqdan qəlividi, o aram aldı. Bu aram onu panidiki əddəssiz nurğun azaplardan qutquzub qaldı. Xalay yerinin ölümünü uzatıb, nəzirlərini berib bolğaça aramla çididi. Çünki o xeylini eğirlişib qalğan bulub, hasırab aramla mağatdı. Helimi yaxşı Grim dükkanının muavin baş direktori Şöhrattay dükkandaki Mehernisa isimlik bir kızını əkilib bəgəşke Xalayның putuğu put, koluğu kol bulub, Naimənin yoxluğunu çandırmadı. O kelgen-ketken mehmanlarını öz yolda xaridarlıqını qılıb ustatdı. Tomaq itib, kırqatlarını şu yapdı. Öylənin tazlıqını qılıb zadıla cim olturmaydı. Texi Xalayni həftədə bir qitim doktorxanaga apırıb təkshiritib kelepdi. Doktorlar 2-ci ayının axırları toğusuz degan idi, lekin Xalay 3-ci ayının 5-ci günü doktorxanada oğul toğdu. Bu martning bir səhəri bo'lib, Ürümchining ko'chalari dal-daraxt, telegraf stolbalari, to'qsimlari, e'lon taxtalaridan tortib hamma yerni bahor chechaklaridek oppoq quruq bog'lab ketgan edi. Xalay doktorxonadan chiqib, Atsala masjidning oxunun boshliq jamoatini uyiga chaqirib qo'ydi. Ular bamdad namozidan yenibla Xalayning keng ozoda uylariga kirib mehmon bo'lishdi. Andın bu vaqtning ismini To'g'liq deb qo'ydi. Andın kichik To'g'liqni muboraklab chiqib ketishdi. To'g'liq o'tgan seri oppoq paxlan bo'lib cho'ng bo'lib atadi. Xudo uning dehqon dadisini ko'ngliga solganmi nima? Dada deb tili chiqqan edi. Xalayning ko'p vaqti do'konda o'tkashga balaga Mehernisa qaraydi. Xalay bala tug'ilib uzun o'tmayla Ayazga bir poch xat yozib, uningga turdi Hasanning olamdan o'tganligini xabar qilgan edi. Oradan uzun o'tmay javob xatmi keldi. Ayaz yo'g'on irmash-chirmash yozgan xatida Xalay, salomatligingiz asliga keldimi? Sizdan behmi ansirdim. Men yeningizda bo'lmag'ashqa xeyli bak jafo tatqansiz. Mushu turqimda qanatim bo'lgan bo'lsa, birla uchib uyingizning turxoniga qo'nsam. Eng avval sizni, uningdan keyin o'g'limni quchoqlab bag'rimga bossam deb o'ylab ketaman. Biroq men borganim bilan Ürümchiliklar meni nima deb qolar? Xalayni iza nomusdan yuzini yer qilarmanmi degan xiyollar mening put-qo'limni bog'lab qo'yibotdi. Xalay, Amrullah dadam, men hozir dada deyman. Har kuni degidek, "Hey Ayaz to'ga, Xalay qizimni qachon akilisan? Yoki akaging yo'qmi sen to'gining?" deb taptani qiladi. Lekin men Nozirning jeli to'shmig'icha qandoq kelalaydi deb qo'ydim. "Qandoq, sizchi bo'ptimi?" deb yozgan edi. Mana endi To'g'liq 6 oylik bo'lganda ona bola ikkisi rasmga tushib, ikkinchi qatim xat yozdi. Xatda Ayazga bir muncha minnatdorchiligini bildirgan Xalay to'zib qilib o'ltirmay, "Ayaz, Ürümchiga kelib meni tanglikni qo'ymang. Turdi Nozirning yil naziri berilib bo'lmag'acha men g'ayri xayollarda bo'lsam, yana qandoqdu erlarni qabul qilsam, islom shariatimizga muxolif keladi. Boshqalarmu har ikkimizning oqisidan gap topadi. Shunga sabr qiling. O'g'lingiz 1 yoshdan oshganda o'zim opiraman yoki Mehrnisadan avatiman." deb Ayazning kelishini qat'iy rad qildi. Turmush degan shu ekan. Yashash uchun tinmay pusurlab, kunlarning qandoq o'tib ketganini tuymay qoladigan gap ekan. Mana chiroyliq yozlar qachonlarda o'zab ketdi. Ürümchining keng asfalt yo'llarida uchib yurgan sap-seri g'azonlar qachonlardan beri shirtildab to'kilib o'tadi. Belgili bo'lmaydi.
Kunlar, haftalarni qo'g'lashib, dal-daraxtlar yalang'ochlanib, bog'lar yetimsirab qoldi. Yomg'irlar pat-patlar qorga aylanib, Ürümchi osmonini qo'g'ishindek eg'ir manallar qapladi. Yamaliq teg'idan sur bilan kelayotgan qora bulutlar zimiston chillab isqirib chammoqda edi. Shundoq kunlar chaqmoq tezligida o'tmoqda. Qeyrilar birodarlarini uchratsa hasrat bilan "Hatdiginay, nima degan tez ha? Ömür oqshom qorong'uligiga qarab ketyotdi. Tönegilla palonchini ustib qo'yib edik. Bugun ko'kinchi ketib qopti" deyishadi. O'ttir yoshli qaqam soylar didorlashib, "Voy, o'tgandalar chochlaring qop-qora turadi. Mana endi oppoqlab ketibsa" desa, do'sti g'amkin kulamsirab, "Shuningmi 10 yil bo'lib qopti" deb boshlarini chayqashadi. Mana qarang, yoshlarmi o'kinadigan emasmi? "Voy onamay, chechingizda bir tal oq turadi. Akilingga yilib bitay" deydi yosh cho'kan tomoqlarini chaqirdi. "Hey palak, bu vaqt nimaga shuncha oldiraydigandu? Xuddi tormozsiz mashina, yegansiz ot, tug'ansiz suv. Ko'ryapsiz, Turdi Hasanning Tönegilla namozi Yanxan masjidida tushirilganda qilib edi. Mana endi yil naziri. To'g'liq bo'lsa 10 oylik bo'lib qoldi. Turdi Hasanning yil nazirsi berilgandan keyin Xal'ayning uyiga elchilar kelishga boshladi. Ular kuyovini maqtab, soatlab maqtab, ta'rifini qilib, birsi to'xtasa, birsi gapni ulab Xal'ayni bezar qilmoqda edi. Onunğa soyi qilinayotgan yoki elchi kirgizayotganlar pensiyaga chiqqan kadrlar, boshliqlar yoki shirkat, korxona xo'jayinlari bo'lib, ba'zilarining kelin nevaralari bor edi. Xotinidan ajrashgan yoki xotini o'lib ketgan xizmatdagi kadrlarmi xaridorlik qilishdi. Xal'ay ularning 4-5 bolasining borligini ko'zda tutib emas, balki orada hech qanday tushunish ham yaxshi ko'rishning mavjud emasligidan yaqinni kelmadi. To'g'liq 1 yoshdan 2 oy eshib, oppoq chechaklarga purkangan yana bir bahor keldi. Bu kunlarda Xal'ay bolasi bilan birga turib chunki Mehr Nisoni okisi yurtiga elib ketgan edi. Şoňa Xal'ay do'konning asosiy huquqini Shuhrat Tayga o'tkazib berib, uzun o'tmayla uyini Turdi Hasanning idorasiga qaytarib berdi. Albatta bu maxsus qurilish, nozir darajalik oliy uylarda o'tirish Xal'ayda oddiy puhra uchun xijolatchilik paydo qiladi. Onun ustiga tok, suv, par, qo'g'dash degandek aslihalar pullari yuqori bo'lishdan sirt bundaq ko'p ham cho'ng uylarni tozalamoqmi tas edi. Xal'ay Shuhrat Tayning maslahati bilan tovar binolardan 80 kvadrat metrlik uy setib olib, shu yerga ko'chib bordi. U elchilarning oyog'i uzilmagan seri Boston shahar g'uljini bo'libmi Eron daryo sohillaridagi misli jannat dochini seg'inmoqda edi. Ayaz bo'lsa, uning qalb sarayidagi bir sulton edi. Bu oddiy dehqon uning ko'z oldidan ketmaydi. Oppoq choq yoqiliq ko'nglik, belida qora pota, beshida beg'irang Manchester do'ppa, qop-qora yaltirab turgan Kavkazcha burut. Ishdan pishqoqlari turilgan holda peshonalaridagi monchaq terlarini yengidil surtib, yiroqlarga tikilgan simosi hamon uning ko'z oldida. Texi to'g'liqning dadamning qishiq apag'in deb qiladigan jidallari kundan kunga ko'paymoqda edi. Qo'plar mangay desa, ayollik o'rari yo'l qo'ymaydi. Dochani Ayazga xat qilib berib atgan tursa, ayol xo'jayin bo'laman deb baramdi. Bu bakmi yuzsizlik bu. Ammo Xal'ay
balkondan bino atrofidagi oppoq holrang chechaklar ketgan jinasda o'rik shapdollarni ko'rsala o'pkisi o'rlabdi. Ana shundoq judoliq piraqlari xol oyning kichikkina yuragini kuydirib, chiroyli ko'zlarini suvsuzlik yoshlarga to'ldirgan bir kuni bino hovlisiga kumush rang parqirab turgan Nissan misilliq aylanib kirib keldi. Hem uzun o'tmay ikkinchi qavat palampaylardan taqildigan ovoz anglandi. Burunlar qenishmagan yuraklar yiroqdilla bir-birining so'qishlarini, tiniqlarini, ritmlarini tonidi. Hem bir-biriga talpinib, shiddat bilan dupuldab, "Bol, bol, tez, tez" deb egisini oldirtib urvatdi. Ushqandek etilib chiqqan Xolay eshikni echibla vaqiravatdi. "Oyaz!" Xatima 5 yil o'tdi. Eran daryo bo'ylari bahor tonini selib, yozliq yepinchisini artdi. Hamma atrof yeshillikqa purkangan. Bog'lardan yozliq olmalarning hidi dimoqlarga uriladi. Daryoning salqin shamali qulubnik, malina biljirgan qarqatlarning mazlik puraqlarini o'rmonlardan elib keladi. Tog'lardagi qarg'aylarga uvlab ketgan hasal harilari nagan-naganda o'rmon ustidan ozg'an bulutdek so'rilib o'tadi. Ularning bo'sh ham bo'g'uq anglangan g'o'ngildoshlari nalarga anglanib, daryo shavqinlarga qetilib ketadi. Türlük tuman qismatlarga to'lgan olamning mezoni shu o'xshaydi. O'lganlar ketadi ekan. Uningga paylamay yig'azori qilishadi ekanmiz. Go'yo ular bilan bildirgandek peg'onlarimiz falakka yetadi ekan. Biroq rahimsiz vaqtning zo'rliq kuchidan bara-bara untiydi ekanmiz. Ham o'z halakchiligimiz bilan bo'lib ketadi ekanmiz. Qarang, mana mush yerda Tug'luq, Naima, Qovuz, Nizam taqirboshlar bir zamonlarda qonliq elishib, bir-birining jonlarini qiyishgan desak kimmi ishinar? U yana hozir tunug'siz buk o'rmon ham gullar hüppidi ichilib ketgan. Qarang, Tug'luq, Naimalarning muborak izlari tushib, issiq nafaslari tarqalgan munu dachini to'niyolidingizmi? U hozir rosa qiyomaga yetibdi. Yana bir zamonlar o'tsa, bularmi g'azonlik davriga qadam oladi. Shunga atrofdagi gul-giyohlar hech kim bu dunyoda abadiy qolmas deb bizga bishorat berganda qilsa, gul ishqida parvoni bulbul ömür o'tib boradi, her fursatni tut degandek nola qiladi. Anglang, xo'roz chig'ida har tongda uyg'onib, ömrіңден tun o'tdi, o'zing bexabar deb insonning umridan bir tun uzab ketganligini aytib motamzodi bo'ladi. Bo'ldilar, qayg'uliq o'ylarimizni to'xtataylik. Bu haqda Ömer Hayyam hazratlarining peyg'amberlik nidolari ozmidi. Eng yaxshisi, munu jannat simon bog'i eram dochiga kirib baqayli. Pah, ajabmi jonga rohat chorbog' ekan bu. Ovu gullar orsida qo'g'ilishib o'ynayotgan bir jup qiz o'g'il kimning bolalaridir? Ularning kiyimlarining pokiza, rakitligini ko'ring. Nima degan chiroyli o'sgan bolalari? Ular rangarang echilib ketgan nodir, e'tiborli gullar orsida kepina qo'g'ilishib, peshona yuzlari unchidek tarlab ketibdi. Tug'luq aka, dedi 4 yoshlardagi oq yuzlik pompaloq qiz. Men opam bilan dadamning qishig'i borman. Opam bilan dadam dachining oq tarafida qo'noq kobularni o'g'itlayotdi, dedi 6 yoshlardan oshgan o'g'il bola. U yerga berib nima qilasan? Ko'zsig'ing oshgan bo'lsa, men senga olma uzib beray. Yo'q, ustab ketdim. Opam bilan dadamning qishida muzdek choy bor. Naima ukam, amasi men buvamning qishiga ketdim.
4 yoshlik Naima gulliklar ora yugurib ketdi. To'g'liqmi bu yugurgan peti tol bo'ston tarafdagi yo'l bilan g'oyib bo'ldi. Yeşil koridor deb atalgan tol bo'ston rosa yetilgan bo'lib, texi chekilmagan kollak sap uzumlar sanjaq esilib turadi. Bir zamonlardagi suv o'zish ko'li tindirilib, uning o'rniga tikivetgan onar ko'chatlari bo'loqqa kirgan edi. Onarliq atrofidagi burunqi jinastlik bir tutash shahorab ketgachga ostiga olqandakmi kun nuri tushmaydi. Naima davomli kitob o'qiydigan egiz ravoq ilmi bor bo'lib, bir buvay bog'ning husni kamoliga, minglagan panoslardek esilib turgan qip-qizil onarlarga, jinnastilikka husn qo'shgan yeshil shoda o'rindiqlarga havas bilan tikilib o'ltiradi. Oppoq bomba soqollari maydisiga yegilib turgan. Paxma qoshlari echilgan kevaz g'o'sidek cho'ng ko'zlarini yerim yepib olgan bu tambal buvay Amrulla tambir bo'lib, tug'luq Naimalar qazo qilib uzun o'tmay uni Ayaz akilib olgan edi. U hozir xal ayning asrishi, quvvatlik oziqlantirishi, doktorlarga ko'rsatib turishi bilan bag'an ser timallashib, oxirgi umrini farog'atda o'tkazib. Ba'zida u xal ay qizim, meni o'ylaydigan yigitdek or kunda bir yasab qo'yasiz. Unda qilsangiz men hajim bo'lib qoldi ekanman, desa, xal ay, dada, sizlarni hamrohlik qilib qo'yay deyman, deb chaqchaq qiladi. Amrulla buvay uzun soqollarini sipab kulib ketadi. Ras, Amrulla buvayni hech kim 80 yosh kirdi demaydi. U saharligi turib gullik ichiga kirib elib, gulning haram sho'nglarini olatdi. Ko'xtatga kirib elib, o't yoshlarni o'taydi. Ayaz yoki Xalay, üzülüp qoladilar dada, desang, "Voy, sizlar meni zerikib o'lsin demsizlar, deb baqirib ketadi. Mana yoz kelgandan beri uning tambiri ravoq ichiga esaqliq turadi. U zeriksa, teriksa tambirini chirtib ko'nglini ovundiradi. Ikki navrisi, "Bova, tambir chelib naqsh aytib berang", deb turib oladi. Buvay uchun tambir chelib naqsh aytib berish, hikoya cho'chaklarni so'zlab berish ko'ngillik to'yiladi. Bo'libmi ko'mirchi bola haqida talay voqealarni so'zlasa, faqatla harg'illik his qilmaydi. Navrisi tug'liq buvisiga qavatli amroq. Buvaymi uni birdam ko'misa, "Tug'liq, qanisan, tug'liq bolam, undaq mukvama. Tug'liq, hasamni tepibba", deb og'zidan tug'liq degan so'z onar donichilaridek to'kilib turadi. Mana shu turqadimi bir nimasini yettirib qo'ygandek atrofga talmirmakda edi. Buvayning ko'nglidagini tuygandek terlab hosirab ketgan tug'liq ravoqqa yugurib kirgancha buvayning tizlarini quchoqlab oldi. "Bova, Naima ikkimiz kepinak tutib olgan edik. Lekin o manqisini qo'limizga suvab qo'yib qechib ketdi." "Belli, tug'liq bolam, kepinakning manqisi bo'lmaydi. Ammo qanot ham badallarida bir xil oq to'zinda bo'ladi. Shu narsa qo'lg'ushi qilib qoladi." Buvay soqollarini siypadi. "Ammo jonivorlarni tutmanglar, yomon bo'ladi." "Nemishqa yomon bo'ladi, bova? Ularmu Xudo yaratgan bir jonliq. Bular yozning yezida ularmu o'ynasin, yayrasin. Ukam Naima ikkimizdakmi?" "Habballi." Buvay tug'liqning yuzlarini siladi. "Mening tug'liq bolam aqlliq." "Buva, engishgina." Yana shu soqolimni siypaydigansan. Ma'qul bolam, ma'qul." Buvay sal engishdi. Lekin uning ko'nglidan tova, tug'liqmi kichik chaqlarida soqolimni siypashga amroq edi.
Xudoyim, ko'mirchi balani qaytirib berdim degandek, bu balaning ko'ngliga selib qo'yganini qara, degan o'y kezib o'tdi. Balam To'g'loq, opang bilan dadang bugun yana bog'ning oqisida ishlayotamdi. Ha, bova, kava, qo'noq, purchaqlarga o'g'it beryotdi. Qara, mavu to'gini. Yig'lagan ayolni etizda ishlatayotganini. Opam o'zi unimisa. Hey pelak, ko'ngliga dehqonning ishtiyoqini sog'an mazlum. Bova, jenim bova, dedi To'g'loq ravaq tuvrikida esiqliq turgan tambirni ko'tarib kelib. Tambir chelib naqsh etib bera. Balam, qaysini etib beray? Buvay sal turib oldi. Kaptirimni etib beraymi? Yo'q buva, uni etsang yig'lig'im kelib ketadi ekan. Amisa, oq o'g'loqchi. Uni bo'lmaydi. U bechora egisining pichqidan qo'rqib qechib ketsa, qutuldirib olgan odam oq o'g'loqni qonga bo'yaydi ekan. Odamlarga o'shib ketdim buva. Amisa, qaysini etib beray balam? Ko'mirchi bala. U naqshini tunogin kechda, bugun aytgandim-u, anglading-ku. Mayli, yana shu ko'mirchi balani anglag'im ba. Nemishqa? Menmi cho'ng bo'lsam ko'mirchi bala bo'laman. Po'xima. Onasining amchikini qattiq tishlagan odam ko'mirchi bala bo'ladi. Odamlarning hammasi eski ekan buva. Ko'mirchi bala bechoralarga yaxshilik qiladi ekan. U deganing-ku to'g'ri balam. Buvay tambirini sazladi. To'g'loq buvisining tizlariga jaynaklarini qo'yib, olqanlarida engak tiriginicha buvisiga talmirdi. Ko'mirchi balaning pauzasi asta yenik kichinishlar bilan yuqori ko'tarildi. Bu mo'ngluq kuy bog' ustidan larzon oylanib, dochining orqa tarafida kovu maysillarini o'g'itlayotgan Oyoz bilan xol ayni ishlaridan to'xtatdi. Gulliklar orasida gul harisi qo'g'lab yurganda imamu, buvam ko'mirchi balani aytib deb yugurib ketdi. Ishdan pushqaqlari tirilgan Oyoz katminini qo'yib, tambir mo'g'iga quloq soldi. Andin kursiqi obdalli ko'tarilib qolgan ayoliga zo'qi bilan qaradi. Xol ay bir chog'larda oy simaga zo'qlanib, dehqon ayoli bo'lib ketsam-chu degan orzusiga yetgan edi. Uning putlari yalang oyoq. Ko'nglikining etikini qistirib olgan. Qo'lida o'g'it seviti tutgan holda naqshi mo'ngi kelayotgan ravaq tarafga qaradi. Oyoz, Amrullah dadam ko'mirchi balani ko'p aytadigan bo'lib qoldi. Balalar ko'ngliga kelgidek ish qilib qo'ymagandir-a? Sezdingizmi, mushu kunlarda o'g'lingiz To'g'loq buvaydan bir qadammi neri bo'lolmaydi. Buvaymi uningdan? Oyoz cho'nqir tindi. Meningcha To'g'loqning siyoqidan, gap so'z harakatlaridan o'g'lining balaliq vaqtlari ko'z oldiga kelibas kerak. Unutilg'usiz qonliq fojia. Oyoz birdilla munglanib qolgan ayolini bag'riga bosdi. Anglang xol ay, nima degan miskin ha? Ko'mirdek qapqara ko'mirchi bala. O'zingdek ko'mirchi do'stlaring to'la. Xaridor izdaysan ko'mirlaringga. Sen uchun yig'layman yuragim yara. Ko'mirda qapqara ko'mirchi bala. Qalbingda yulduzdek dardlaring to'la. Chiroying ko'rinar shuncha parishon.
Sen üçün yığlayman yüragim yara. Kömürde qapqara kömürçi bala. Sardı sen sahradek savating chala. Tilayman baxtingni duolarimda. Sen üçün yığlayman kömürçi bala. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Kömürçi bala nomli romanini butunlay olib bo'ldik. Bu roman Şinjanning har qaysi joylaridagi Shinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib, saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.